Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatiga boradigan yakuniy tarkibi e'lon qilindi. Bosh murabbiy Fabio Cannavaroning yakuniy ro'yxatidan 30 nafar futbolchi o'rin oldi. Mundial boshlanishidan bir kun avval FIFAga 26 talik ro'yxat topshiriladi. 4 nafar futbolchi zaxira variant sifatida mashg'ulotlarda qatnashadi. Milliy terma jamoamiz ertaga 26 may kuni Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketadi. 30 talik ro'yxat quyidagicha ko'rinish oldi. Darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Navbahor; Botirali Ergashev, Neftchi; Abduvohid Ne'matov, Nasaf. Himoyachilar: Avazbek O'lmasaliyev, OKMK; Jahongir O'rozov, Dinamo; Rustam Ashurmatov, Istiqlol Eron; Umar Eshmurodov, Nasaf; Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya; Abdulla Abdullayev, Dibba, Birlashgan Arab Amirliklari; Farrux Sayfiyev, Neftchi; Hojiakbar Alijonov, Paxtakor; Sherzod Nasrullayev, Paxtakor; Behruz Karimov, Surxon. Yarim himoyachilar: Sherzod Esanov, Buxoro; Odil Hamrabekov, Traktor, Eron; Akmal Mazgavoy, Paxtakor; Otabek Shukurov, Banyas, Birlashgan Arab Amirliklari; Jamshid Iskanderov, Neftchi; Jasur Jaloliddinov, So'g'diyona; Aziz G'aniyev, Al-Batix, Birlashgan Arab Amirliklari; Umarali Rahmonaliyev, Sabah, Ozarbayjon. Hujumchilar: Abbos Fayzullayev, Istanbul Bashakshehir, Turkiya; Jaloliddin Masharipov, Istiqlol, Eron; Doston Hamdamov, Paxtakor; Oston O'runov, Persepolis, Eron; Ruslanbek Jiyanov, Navbahor; Azizbek Omonov, Dinamo; Sherzod Temirov, Erbil, Iroq; Igor Sergeyev, Persepolis, Eron; Eldor Shomurodov, Istanbul Bashakshehir, Turkiya.